Bugungi kunda internet, jumladan ijtimoiy tarmoqlar juda ko'p imkoniyatlarga ega. Ulardan to'g'ri foydalanish inson bilimini, dunyo qarashini kengaytiradi. Dunyoning turli manzillarida sodir bo'layotgan voqea va hodisalardan xabardor qiladi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarga joylangan mana bu video tasvirlardan kimningdir dunyo qarashi kengayishi amrimahol. Bunday harakatlarni qilish va uni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishdan maqsad o'z qoidabuzarligini ko'z qilishdir. Lekin bugun mamlakatimizda qonun ustuvor, jazo esa muqarrar. Ushbu transport vositalarini aniqlashga qaratilgan surishtiruv ishlari olib borildi. Cho'larini ham asoslantirib berdik. Ko'rdilaringlar, qanaqa qilib yurgansizlar, nima qilgansizlar. Surishtiruv natijalariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan mazkur videolarda tasvirlangan holatlar yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzilganini tasdiqladi. Haydovchilarning bunday harakatlari nafaqat qonunga zid, balki jamoat xavfsizligi, inson hayotiga tahdid soluvchi holat sifatida baholandi. Ijtimoiy tarmoqda Tracker rusumli transport vositalari tegishli ruxsatnomasiz yalti-yalti etuvchi mayoqchalar o'rnatgan holatda davlat raqam belgisiz yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlangan holati aks etgan video tasviri e'lon qilindi. Ushbu holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilib, transport vositasi va ularning haydovchilari aniqlandi. Shuningdek, haydovchilarga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi hamda 129-moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Aniqlangan holatlar bo'yicha qoidabuzarlarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi. Haydovchilarning obro' orttirish yoki e'tibor qozonish maqsadida qilgan harakatlari ularni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Gentra rusumli avtomobil mashinami migalka qo'yib harakatlandim, boshqa qaytarilmaydi, takrorlanmaydi. Endi doim yo'l harakati qoidalariga amal qilib, rioya qilib yuramiz. Mana bu Matiz haydovchisi ham mahalla ichida xavfli harakatlarni qilib, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirmoqda. Tezkor surishtiruv harakatlari davomida avtomobil va uning haydovchisiga aniqlik kiritildi. Transport vositasi jarima maydonidan joy oldi. Ushbu transport vositasi haydovchisining qoidabuzarligi, ya'ni yo'l bezorligi harakatlari bo'yicha qonuniy qaror qabul qilish uchun to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudiga yuborildi. Ijtimoiy tarmoqlar imkoniyat, ammo qoidabuzarliklarni targ'ib qilish, xavfli harakatlarni namoyish etish vositasi emas. Har bir video ortida inson hayoti, oila taqdiri va jamiyat xavfsizligi turibdi. Shuning uchun har qanday harakat qonun doirasida bo'lishi shart. Yo'lda qoidaga amal qilish nafaqat majburiyat, balki insoniy mas'uliyatdir.